Behruz, yordaming kerak. Boshimga ish tushib qoldi. Zarur bo'lmaganini so'ramasdim. Ishonganim sensan. Hop, qancha kerak o'zi? 1,5 ming yonib qoldi. Hop, men shunda bir joyga o'taman. 1 soatda ishimni bitirib, oldinga qaytib kelaman. Hop. Чакырayotgan abonent apparati o'chirilgan. Yangi xizmat ko'rsatilishi. Chaqirayotgan abonent apparati o'chirilgan. Yangi xizmat ko'rsatilishi. O'rtog'ingning telefoni o'chuvmi? Bu shunaqa. Bizga ishonmaydi. Men senga aytdim, hech kimga ishon bo'lmaydim. Og'ayning ishonib nariga qilvadan berib qo'ygansan. Xo'p, endi nima qilasan? Bilmadim. Javob. Senga ham ishonish kerak emas ekan. Ozib-yozib o'zi bir marta iltimos qilgandi. Telefonlaringni o'chirib buni qilishing shart emas edi. Yuzimga qarab pulim yo'q deganingda to'g'ri tushunardim. Telefonimni sotgan edim. Shunga o'chib bergan bo'lsa kerak. O'zingni puling bor deb o'ylanma. Telefoningni sotishing shart emas edi. Telefon deysanmi? Sen shunaqa og'ir vaziyatda yordam so'rayapsan. Men nafaqat telefon, balkim butun borlig'imni berishga tayyorman senga. Chunki sen meni qiyomatli do'stimsan. Ey do'st, boringga shukr do'st, borliging yaxshi.